Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, aziz nafaqaxo'rlar. Bugungi videomiz aynan sizlar uchun. Bugungi mavzuni ko'pchiligingiz mendan so'rab kelayotgan edingiz va ishonchim kamilki, bu ma'lumotlar millionlab insonlarning hayoti va farovonligiga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz nafaqa olsangiz yoshga doir bo'ladimi? Nogironlik nafaqasi bo'ladimi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi bo'ladimi? Bu video sizni mutlaq befarq qoldirmasligi kerak. Chunki bugun siz bilan pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya agentligi tomonidan joriy qilingan eng so'nggi o'zgarishlarni, ya'ni nafaqaxo'rlar uchun nimalar endi taqiqlanganini va nimalar ruxsat etilganini juda batafsil ko'rib chiqamiz. Bu siz uchun juda muhim. Shuning uchun diqqat bilan eshiting va bitta muhim maslahat. Hozirning o'zida kanalimga obuna bo'lish tugmasini bosing va videoga like qo'yishni unutmang. Shunda bu muhim ma'lumotlar imkon qadar ko'proq insonga yetib boradi. Muammoning asosi so'nggi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish bo'yicha juda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar albatta aholining eng himoyasiz qatlami bo'lgan nafaqaxo'rlarga ham bevosita ta'sir qiladi. Ilgari nafaqa tizimi biroz boshqacharoq asoslarga qurilgan edi. Ko'plab nafaqaxo'rlar ishlashda davom etib, to'liq nafaqa olishlari mumkin edi. Ba'zi turdagi qo'shimcha daromadlar deyarli e'tiborga olinmasdi. Ba'zi qoidalar eskirgan, ayrimlari esa noaniq edi. Bu esa tushunmovchiliklarga sabab bo'lardi. Pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli tashkilotlar o'rtasida ma'lumot almashish tizimi ham yetarlicha rivojlanmagan edi. Endilikda esa ahvol tubdan o'zgardi. Prezidentimizning tegishli farmon va qarorlari, shuningdek Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan pensiya ta'minoti sohasida yangi qoidalar, mexanizmlar joriy etildi. Asosiy maqsad nafaqa tizimini shaffof, adolatli va manzilli qilish. Ya'ni nafaqalar haqiqatan ham muhtojlarga yetib borishi, har bir so'm adolatli taqsimlanishi va har bir fuqaroning haq-huquqlari himoya qilinishi ta'minlanmoqda. Bu o'zgarishlar nafaqaxo'rlarning ish faoliyatiga, qo'shimcha daromadlariga, hatto mamlakatdan tashqarida bo'lish muddatlariga qadar ta'sir qiladi. Ba'zi hollarda bu o'zgarishlar ijobiy, ba'zi hollarda esa nafaqaxo'rlardan yangi qoidalarga rioya qilishni talab etadi. Aks holda nafaqaning to'xtatilishiga yoki miqdorining kamaytirilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu o'zgarishlarni bilish va ularga amal qilish har bir nafaqaxo'r uchun shunchaki tavsiya emas, balki zaruratdir. Endi esa nimalar taqiqlangan va nimalar ruxsat etilganini batafsil ko'rib chiqamiz. Nimalar endi taqiqlangan, nimalar ruxsat etilgan? Kim xavotirlanishi kerak, kimga esa buning keragi yo'q? Keling, avvalo nafaqaxo'rlar uchun nimalar mumkin emasligini, ya'ni cheklovlar va taqiqlar haqida gaplashamiz. Bu qoidalar sizning nafaqangizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Ishlash va nafaqa olish. Ko'pchilikning eng asosiy savoli: nafaqaga chiqqandan keyin ishlasam, nafaqam kesiladimi? Bu borada juda ko'p tushunmovchiliklar mavjud. Nima endi mumkin emas? Agar siz yoshga doir nafaqa oluvchi bo'lsangiz va davlat tashkilotlarida ishlamasangiz, ya'ni xususiy sektorda yoki tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullansangiz, hozirgi qoidalar bo'yicha to'liq nafaqangizni olishingiz mumkin. Ammo agar siz pensiya jamg'armasiga hisobot beruvchi davlat tashkilotida, masalan, maktab, bog'cha, tibbiyot muassasasi, davlat idorasi va hokazo ishlasangiz va maoshingiz pensiya hisoblashning bazaviy miqdoridan yuqori bo'lsa, bu sizning nafaqangizga ta'sir qilishi mumkin. Bunda sizga nafaqa to'lanishi to'xtatilishi yoki miqdori kamaytirilishi mumkin. Bu qoida 2021 yil 1 yanvardan kuchga kirgan. Ya'ni agar siz davlat muassasasida ishlashda davom etsangiz va ish haqingiz ma'lum bir chegaradan oshsa, siz yoki faqat ish haqi yoki faqat nafaqa olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni nafaqa to'lanishi to'xtatiladi. Bu ayniqsa yuqori maoshli lavozimlarda ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun dolzarb. Misol, o'qituvchi, bobo 65 yoshda 2020 yilgacha maktabda to'liq stavkada ishlagan va to'liq nafaqa olgan. Endilikda agar uning ish haqi eng kam oylik ish haqining ma'lum bir miqdoridan, bu ko'rsatkich vaqti bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun aniq raqamni pensiya jamg'armasidan bilib olish kerak. Oshsa, uning nafaqasi to'xtatiladi. U faqat ish haqi oladi. Agar ishdan ketsa, nafaqasini qayta tiklashi mumkin. Shuning uchun agar siz davlat tashkilotida ishlashda davom etayotgan nafaqaxo'r bo'lsangiz, albatta pensiya jamg'armasi bilan bog'lanib o'z holatingizni aniqlashtiring. Nima endi mumkin? Agar siz nogironlik nafaqasi oluvchi bo'lsangiz, ishlashingizga hech qanday cheklov yo'q va sizga to'liq nafaqa to'lanadi.
Bu juda muhim jihat. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchi oila a'zolari uchun ham shunday. Yoshga doir nafaqa oluvchilar uchun esa yuqorida aytib o'tganimizdek, agar siz xususiy sektorda tadbirkorlikda faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, ishlashingiz va to'liq nafaqa olishingiz mumkin. Shuningdek, davlat tashkilotida minimal darajada, masalan, yarim stavkada yoki ma'lum bir summadan kam ishlasangiz, bu ham ruxsat etilgan bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy e'tibor ish haqi miqdoriga va ish joyining turiga qaratiladi. Misol, mahalla oqsoqoli 7 ming yoshda nafaqada, mahallada jamoat ishlarida faol ishtirok etadi va o'zining kichik hunarmandchilik faoliyatidan daromad oladi. Uning nafaqasi bundan mutlaqo ta'sirlanmaydi. Chunki u davlat tashkilotida yuqori maoshli lavozimda ishlamayapti. Ikki qo'shimcha daromadlar va ularni deklaratsiya qilish. Nima endi mumkin emas. Oldinlari ba'zi qo'shimcha daromadlar nafaqaga deyarli ta'sir qilmasdi. Endilikda davlat organlari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Agar siz uy joyingizni ijaraga bergan bo'lsangiz va bu daromadni soliq idoralariga deklaratsiya qilmasangiz, bu pensiya jamg'armasi uchun ma'lumot bo'lib xizmat qilishi mumkin. Garchi ijara daromadlari bevosita nafaqangiz miqdoriga ta'sir qilmasa-da, odatda yoshga doir nafaqada. Bu sizning qonun oldidagi majburiyatlaringizga taalluqli. Qonuniy ravishda topilmagan yoki deklaratsiya qilinmagan daromadlar kelajakda muammolarga olib kelishi mumkin. Shu sababli har qanday qo'shimcha daromadlarni shaffof va qonuniy tarzda rasmiylashtirish tavsiya etiladi. Nima endi mumkin? Rasmiy deklaratsiya qilingan, soliq to'langan qo'shimcha daromadlar, masalan, bank depozitlaridan olingan foizlar, aksiyalar, dividendlardan olingan daromadlar, uy joyini rasman ijaraga berishdan olingan daromadlar odatda yoshga doir nafaqaning miqdoriga ta'sir qilmaydi. Bu daromadlar sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingizni oshirishga xizmat qiladi va qonun bilan himoyalangan. Misol, nafaqaxo'r ayol o'zining ikkinchi uyini rasman shartnoma asosida ijaraga bergan va har oy soliq to'laydi. Bu holatda uning nafaqasiga hech qanday ta'sir bo'lmaydi, chunki u qonuniy yo'l tutmoqda. Nogironlik nafaqasini qayta ko'rikdan o'tkazish nima endi mumkin emas. Nogironlik nafaqasi oluvchilar uchun tibbiy mehnat ekspert komissiyalarining TMI ko'rigidan o'tish tartibi yanada kuchaytirildi. Agar ilgari ba'zi holatlarda nazorat sustroq bo'lgan bo'lsa, endilikda TMI xulosalarining obyektivligi va adolatligini ta'minlashga qaratilgan qat'iy choralar qo'llanilyapti. Agar siz belgilangan muddatda qayta ko'rikdan o'tmasangiz yoki ko'rik natijasida nogironlik guruhingiz o'zgarsa, masalan, yuqoriroq guruhdan pastroqqa o'tganingiz aniqlansa yoki nogironlik muddati tugagan deb topilsa, nafaqa to'lovi to'xtatilishi mumkin. Nima endi mumkin? Nogironlik guruhingizni saqlab qolgan holda yoki belgilangan muddatda muntazam ravishda ta'minot ko'rigidan o'tib, nafaqangizni olishda davom etishingiz mumkin. Ba'zi o'ta og'ir kasalliklarda nogironlik muddati cheksiz, muddatsiz qilib belgilangan bo'lsa, ularga qayta ko'rikdan o'tish shart emas. TME ko'rigi uchun navbatlar va byurokratiyani kamaytirish bo'yicha ham choralar ko'rilmoqda. Masalan, ba'zi hujjatlarni elektron tarzda topshirish imkoniyati yaratilmoqda. Misol, nafaqaxo'r yigit guruh nogironi har 2 yilda TMEdan o'tishi kerak. Agar u uning belgilangan muddatda o'tmasa, nafaqasi vaqtincha to'xtatiladi. Lekin u o'z vaqtida o'tib, nogironlik guruhi tasdiqlansa, nafaqasi to'liq to'lanish davom etadi. Chet elda bo'lish muddatlari. Nima endi mumkin emas? Agar siz doimiy ravishda chet elda istiqomat qilsangiz yoki 6 oydan ortiq muddatga chet elga chiqib ketsangiz va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermasangiz, nafaqangiz to'xtatilishi mumkin. Bu qoida mamlakat aholisining migratsiya oqimlarini hisobga olish va nafaqa to'lovlarining aniqligini ta'minlash maqsadida kiritilgan. Nima endi mumkin? Qisqa muddatli sayohatlar, ta'til yoki qarindoshlarni ziyorat qilish uchun chet elga chiqish nafaqangizga ta'sir qilmaydi. Agar siz uzoqroq muddatga, masalan, farzandingiz bilan birga yashash uchun chet elga ketayotgan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga oldindan xabar berishingiz va tegishli tartibda rasmiylashtirishingiz lozim. Ba'zi hollarda, xususan O'zbekistonning xalqaro shartnomalari mavjud bo'lgan davlatlarda nafaqani chet elda ham olish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin, ammo bu alohida tartibda rasmiylashtiriladi. Misol, nafaqaxo'r buvi o'g'li bilan akushka 8 oyga mehmonga ketdi. U pensiya jamg'armasi ketishdan oldin xabar bermadi. Natijada 6 oydan keyin uning nafaqasi to'xtatildi. Agar u bu haqda xabar berganida,
pensiya jamg'armasi unga qanday yo'l tutish kerakligini tushuntirgan bo'lar edi. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Har qanday qoida qatori pensiya tizimida ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va bir qarashda ko'rinmaydigan noaniq jihatlar mavjud. Bularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. 1. Istisnolar. Kimga yuqoridagi qoidalar tegishli emas? Harbiylar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari. Ularning pensiya ta'minoti qonunchilikda alohida tartibda belgilangan. Ko'pincha ularga ish stajining davom etishi va pensiyaning qayta hisoblanishi bilan bog'liq boshqacha qoidalar amal qiladi. Masalan, harbiy pensiyaning o'lchami xizmat muddati, lavozim va unvonga bog'liq bo'ladi. Va ular nafaqada bo'lib ham ishlayotganlarida pensiya to'liq to'lanishi mumkin. Ba'zi maxsus imtiyozli shaxslar, urush qatnashchilari Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar. Ba'zi tibbiy ko'rsatkichlarga ega fuqarolar uchun qo'shimcha imtiyozlar va nafaqa ta'minotining o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lishi mumkin. Bu holatlarda yuqorida aytilgan ba'zi cheklovlar ularga nisbatan qo'llanilmasligi mumkin. Ish haqi ma'lum bir miqdordan oshmagan davlat xodimlari, yuqorida aytganimizdek, agar davlat tashkiloti ishlayotgan nafaqaxo'rning ish haqi belgilangan minimal chegaradan oshmasa, u ham ish haqi ham nafaqa olishda davom etishi mumkin. Bu chegarani pensiya jamg'armasidan aniqlashtirish shart. Misol, bir nafaqaxo'r polkovnik harbiy xizmatdan keyin nafaqaga chiqqan va fuqarolik tashkilotida yuqori lavozimda ishlashda davom etmoqda. Uning harbiy pensiyasi fuqarolik ish haqi tufayli to'xtatilmaydi. Chunki ularning pensiya qonunchiligi boshqacha. Tuzoqlar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar. Daromadlarni oshirish. Agar siz qo'shimcha daromadga ega bo'lsangiz, masalan, tadbirkorlikdan ijara haqidan, lekin buni rasmiylashtirmasangiz va soliq to'lamasangiz, bu kelajakda pensiya jamg'armasi yoki soliq idorasining tekshiruvlariga olib kelishi mumkin. Natijada to'lanmagan soliqlar, jarimalar, nafaqa pullarini qaytarish talab qilinishi mumkin. Davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashinuvi juda kuchayganligini unutmang. Axborotni yangilamaslik, shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasport ma'lumotlari, yashash joyi, oilaviy ahvol o'zgarganda yoki tam ko'ridan o'tish muddatini o'tkazib yuborsangiz, nafaqa to'lovi to'xtatilishi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Har qanday o'zgarishni o'z vaqtida pensiya jamg'armasiga bildirish shart. Mehnat daftarchasiga noto'g'ri yozuvlar. Agar siz nafaqaga chiqqandan keyin ishlashda davom etsangiz va ish beruvchi mehnat daftarchangizga noto'g'ri yozuv kiritib, bu pensiya jamg'armasiga noto'g'ri ma'lumot berilishiga sabab bo'lsa, bu ham muammolarga olib keladi. Ishga kirishda yoki ishdan bo'shashda barcha hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilganligini tekshirish muhim. Misol, nafaqaxo'r xola o'g'lining iltimosi bilan uning firmasiga rasman ishga kirgan, lekin ishlamagan. Firmaning qarzlari tufayli uning mehnat daftarchasi yo'qolib qolgan. Endi u nafaqani qayta hisoblashda muammoga duch keldi. Chunki ish staji va ish joyi bo'yicha ma'lumotlarni tasdiqlay olmadi. 30. Noaniq jihatlar. Nafaqa staji va ish staji orasidagi farq. Nafaqaga chiqqandan keyin ishlashda davom etsangiz, bu ish staji odatda nafaqaning qayta hisoblanishiga olib keladi, ammo bu hamma turdagi nafaqalarga ham tegishli emas va hisoblash tartibi har doim ham oddiy emas. Ba'zi hollarda ish staji qo'shilsa ham nafaqa miqdori kutilgan darajada oshmasligi mumkin, chunki asosiy pensiya hisoblashning ma'lum bir maksimal chegarasi mavjud. Nafaqa turlarini almashtirish. Agar siz bir turdagi nafaqa, masalan, nogironlik olgan holda, boshqa turdagi, masalan, yoshga doir nafaqaga o'tish huquqiga ega aniq bilib olish muhim. Bu o'tish tartibi va uning afzalliklarini aniq foydaliroq bo'lishi mumkin. Ijtimoiy himoya agentligining yangi roli. Hozirda ko'plab ijtimoiy to'lovlar va yordam turlari ijtimoiy himoya agentligi orqali amalga oshirilmoqda. Pensiya esa pensiya jamg'armasi tomonidan. Bu ikki agentlik o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Agar siz ham nafaqa, ham ijtimoiy yordam olsangiz, bu ikki tizimning bir-biriga ta'sirini tushunish muhim. Masalan, ba'zi ijtimoiy yordam turlari oilaning umumiy daromadi hisobga olinib belgilanadi. Bu yerda pensiya ham daromad hisoblanadi. Misol, bir nafaqaxo'rning 15 yoshli nabrasi boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini oladi. Lekin nabrasining otasi, nafaqaxo'rning o'g'li so'nggi paytda yaxshi maoshli ishga kirdi. Ijtimoiy himoya agentligi oilaning umumiy daromadini qayta ko'rib chiqqanida navraga to'lanadigan yordam miqdori kamaytirildi. Chunki uning otasining daromadi oshgan.
bu nafaqaxo'r uchun kutilmagan holat bo'ldi. Amaliy maslahatlar yuqorida aytilganlarning barchasini hisobga olgan holda har bir nafaqaxo'r uchun bir qator muhim amaliy tavsiyalar mavjud. Bu tavsiyalar sizga qoidalarga rioya qilishda, huquqlaringizni himoya qilishda va kerakli ma'lumotlarni olishda yordam beradi. Birin, doimiy ravishda axborotni tekshiring va yangilanib turing. Har bir nafaqaxo'r vaqti bilan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilib, o'zining shaxsiy ishi bo'yicha ma'lumotlarni aniqlashtirib turishi lozim. Qonunchilik o'zgarishlari tez bo'lib turadi. Shuning uchun eng so'nggi ma'lumotlarga ega bo'lish muhim. My.gov.uz portali orqali hozirda ko'plab pensiya xizmatlari My.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida mavjud. Bu yerda siz pensiyangiz miqdori, ish stajingiz haqida ma'lumot olishingiz, hatto ba'zi arizalarni onlayn topshirishingiz mumkin. Bu ayniqsa joylarga borishga qiynaladigan keksa yoshdagi insonlar uchun juda qulay. Har qanday o'zgarishlarni o'z vaqtida xabar qiling. Ishga kirish yoki ishdan bo'shash. Agar siz yoshga doir nafaqa oluvchi bo'lsangiz va davlat tashkilotiga ishga kirsangiz yoki ishdan bo'shasangiz, bu haqda pensiya jamg'armasini zudlik bilan xabardor qiling. Bu sizning nafaqangizning to'g'ri hisoblanishini ta'minlaydi. Yashash joyi yoki pasport ma'lumotlarining o'zgarishi, har qanday shaxsiy ma'lumotlaringizdagi o'zgarishlarni ham pensiya jamg'armasiga bildirish sharti. Chet elga chiqish. Agar 6 oydan ortiq muddatga chet elga ketayotgan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga yozma ravishda ma'lumot bering. Hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtiring va saqlang. Ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni ehtiyot qiling. Kelajakda nafaqani qayta hisoblashda bu hujjatlar juda muhim bo'ladi. Qo'shimcha daromadlar to'g'risidagi hujjatlar. Agar siz uy-joy ijarasidan yoki boshqa manbalardan daromad olsangiz, bularni rasmiylashtirganingizni tasdiqlovchi shartnomalar va soliq to'lovlari kvitansiyalarni saqlang. Bu sizni kelajakdagi tushunmovchiliklardan himoya qiladi. Tamak xulosalari, nogironlik nafaqasi oluvchilar, tamak komissiyasining xulosalarini, tibbiy ma'lumotnomalarni ehtiyotlab saqlashlari kerak. 4. Maslahat oling. Pensiya jamg'armasi mutaxassislari. Agar sizda pensiya masalalari bo'yicha savollar tug'ilsa, eng to'g'ri javobni pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlaridan olishingiz mumkin. Ularga shaxsan murojaat qiling yoki ishonch telefonlari orqali bog'laning. Ijtimoiy himoya agentligi. Agar siz ijtimoiy yordam yoki boshqa ijtimoiy xizmatlar masalasida savollar tug'ilsa, ijtimoiy himoya agentligiga murojaat qiling. Yurist maslahati. Ba'zi murakkab vaziyatlarda, masalan, nafaqaning noto'g'ri hisoblanganligiga shubha qilganingizda yoki pensiya jamg'armasi qaroridan norozi bo'lganingizda malakali yuristga murojaat qilish sizga qonuniy yo'l bilan huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. 5. Bank kartalariga o'tish. Agar siz nafaqani naqd pulda olayotgan bo'lsangiz, uni bank kartasiga o'tkazish imkoniyatini ko'rib chiqing. Bu nafaqa pullarini olishni soddalashtiradi va xavfsizlikni oshiradi. Ko'plab banklar nafaqaxo'rlar uchun maxsus qulay shartlardagi bank kartalarini taklif etadi. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, bugungi videomizda biz nafaqaxo'rlar uchun joriy qilingan muhim o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqdik. Esingizda tuting. Ma'lumotga ega bo'lish va qoidalarga rioya qilish sizning nafaqangizning barqarorligini va huquqlaringizning himoyalanishini ta'minlaydi. Siz endi nimalar mumkin emasligini va nimalar mumkinligini bilasiz. Bu ma'lumotlar shunchaki nazariy emas, balki amaliy ahamiyatga ega. Chunki ular sizning har kungi hayotingizga bevosita ta'sir qiladi. Doimo qonuniy jihatdan bilimli va ogoh bo'ling. Agar yuqorida aytilganlardan biron narsa tushunarsiz bo'lsa, albatta pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Unutmang, sizning bilimlaringiz va harakatlaringiz bu sizning farovonligingizning garovidir. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. Agar shunday bo'lsa, iltimos videoga like bosing. Bu videoni o'z yaqinlaringizga, do'stlaringizga, ayniqsa nafaqa oluvchi qarindoshlaringizga ulashing. Zero. Bu muhim ma'lumotlar qanchalik ko'p insonga yetsa, shunchalik yaxshi bo'ladi. Va albatta, pastdagi izohlarda o'z fikrlaringizni, savollaringizni qoldiring. Men ularni o'qib chiqaman va kelgusi videolarimda e'tiborga olaman. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Shunda keyingi foydali videolarni o'tkazib yubormaysiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.